Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan find metodini ko'rib chiqamiz. Find metodi array ichidan berilgan shartlarga javob beradigan birinchi elementni qaytaradi. Agar topilmasa unda find qaytaradi. Bir nechta elementni emas, faqat bitta element. Ya'ni biz shart qo'yamiz array ichidan. Misol uchun o'ndan katta bo'lgan son, mana bu yerdagi misolga bor. O'ndan katta bo'lgan sonni topib ber desak, sonlar arrayda o'shandan katta birinchi sonni topib beradi, hammasini emas. Yoki bironta ismni topib olmasak, misol uchun ismlar arrayi va bitta ism bir necha marta takrorlangan, faqat birinchisini qaytaradi. Array qaytarmaydi, faqat sonni o'zini o'sha elementni birinchi elementni o'zini qaytaradi. Buni asosiy sintaksi arrayni chaqiramiz va find metodiga murojaat qilib callback beramiz. Callback bu bitta funksiya. Buni o'zim margani ko'rsatib beraman. Har bir elementda ishlaydigan bitta funksiya. Natija birinchi mos element yoki undefined qaytaradi. Callback nimaligini o'zim misolga ko'rib chiqamiz. Buni kopirovat qilib olaman va bu yerga tashlayman. Bizda numbers array bor. 5, 12, 8, 144 qiymatlarini saqlaydi va found degan o'zgarish e'lon qilingan va numbers find metodiga murojaat qilingan. Aynan mana shu yerda callback funksiya ochilyapti. Mana shu yerda callback funksiya. Bu yerda callback funksiya odatda bitta qavs bilan ochiladi. Buning ichiga argument berishimiz kerak, ya'ni find metodi talabi bo'yicha argument berishimiz kerak. Biz add listenerlarda ham callback funksiyadan foydalanardik, unga callback bermasdik. Ya'ni argument bermasdik, chunki add listener argument berish talab qilmaydi, lekin inputlar bilan ishlagan paytimizda callback berishimiz kerak edi. Misol uchun event berib, callback sifatida ishlatardik event degan narsa bilan, lekin find metodida ham shunaqa narsa talab qiladi, talab qilmaydigan joylar ham bor. Callback funksiyalardan argument talab qiladigan joylar ham bor, talab qilmaydigan joylar ham bor. Find metodi talab qiladi. Bunga nima? Istagan narsa yozishimiz mumkin. Numbers metodi bo'lgani uchun num yozaman. Bu numga qiymat mana bu arraydan keladi. Numbers arraydan keladi. Numbers arrayi ichidagi barcha qiymatlarni navbat bilan numga o'tkazadi. Va tenglik va burchakli qavsani qo'yishimiz kerak, burchakchani qo'yishimiz kerak. Bu sharti. Ya'ni sintaksda shunday ishlaydi va num ichiga mana bu arraydagi har bir element bo'lganligi uchun num deymiz. Num katta bo'lsa o'ndan. Ya'ni numga son keladi, misol uchun 5 keladi, tekshiradi. 5 numni o'rniga 5 kelgan payt 5 kattami o'ndan? Yo'q, false. Buni qaytarmaydi. 12 keladi. 12 kattami o'ndan? Ha, katta, shuni o'zini qaytarib beradi. Natija 12 chiqadi. Konsolga chiqarilgan. Ya'ni bu find metodi xuddi siklga o'xshab ishlaydi. Biz sikllarni JavaScriptda sikllar bor, for, while, do while degan sikllar bor. Navbat aylanib keladi. Birinchi aylangan payti bizga num teng bo'ladi. Birinchisi 5 ga bo'ladi. Birinchi 5 ga bo'ladi. Undan keyin 12 ga teng bo'ladi. Undan keyin 8 ga teng bo'ladi. Undan keyin 130 ga teng bo'ladi va eng oxirida 44 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu bir necha millisoniyalar ichida amalga oshiriladi bu jarayon. Num siklga o'xshab aylanib chiqib har bittasini qiymatini olib chiqadi. Mana shu yerdagi num har bittasini qiymatini navbat bilan olib tekshirib foundga tenglab beradi. Ya'ni bu bir necha millisekund ichiga amalga oshadigan jarayon. Terminalni ochaman, ishga tushiramiz. Node arrays.js va natija 12, ya'ni birinchi o'ndan katta qiymat bu 12. Agar bu yerda 100 deb qo'yadigan bo'lsak, bu 130 chiqdi. Ya'ni faqat bu yerda 130 gina 100 dan katta. Buni kommentariya qilaman va keyingi kod agar topilmasa element bu yerga tashladim va nums 1, 2, 3 qiymatini saqlayapti va result degan o'zgarish e'lon qilingan. Nums arrayga murojaat qilinib, find metodi chaqirilgan va n callback ichida bu safar n o'zi saqlanyapti. Istagan narsa qo'shish mumkin bu yerda. Bu aniq bir shartga ega emas, n deb qo'yilyapti va n katta bo'lsa 5 dan. Ya'ni bu yerda 5 dan katta bo'lgan son yo'q. Shuning uchun ham bizga undefined qaytadi. Ya'ni buni topa olmadi. Hech qanaqa xatolik emas, shunchaki topa olmadi, bizga bergan qiymatni topa olmadi. Va oxirgisi obyektlar bilan ishlashimiz kerak. Bu yerga endi bitta narsa chaqirishtirishim mumkin. Bizda users degan obyekt bor. Ikkita obyekt saqlayapti. Array bor, users degan array bor. Adashib ketdim. Ichida ikkita obyekt bor. Birinchisiga id 1 name Ali, ikkinchisi id 2 name Vali. Degan xossalarni saqlaydi obyektlar va user arrayga murojaat qilingan. Users find, ya'ni userni o'zi aylanib chiqadi va u deb callbackga nom berilgan. U endi bu yerda u ning ichidagi id xossasini topyapti. Biz shu paytgacha u ni o'zini qo'yib ketgandik, bu yerda endi o'zini qo'yib ketdik va bu yerda shuni id xossasini topmoqchi. Nima uchun? Biz agar usersni biron elementiga murojaat qilmoqchi bo'lsak, biz endi olinishni olamiz, chunki bu array va nuqta qo'yaylik. Obyektni biron metodiga murojaat qilmoqchi bo'lsak, id misol uchun. Shu usul bilan biz userning ichidagi bironta elementning id'sini olishimiz mumkin edi. Shuning uchun ham bu yerda nuqta bilan obyektning ichidagi bironta xossaga murojaat qilinyapti, ya'ni id xossasi teng bo'lsa 2 ga. Qaysiki obyektning xossasi obyektning id xossasi 2 ga teng bo'lsa, xuddi shu obyektni qaytar deyapti. Bu yerda ikkinchi valini qaytarish kerak. Ishga tushiramiz.
id2 name vali. Xuddi shuni name funksiyasidan qilishimiz mumkin. Name deb mana bu 2 ni o'rniga misol uchun alini qo'ysak, tekshiramiz mana. id1 name alini qaytaradi. Eski holatiga qaytarib qo'yaman kodni. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.